Tushunmadim, nima xolos? Cho'ta tushunmadimmi senga? Нормально. Qachon kelding sen Toshkentga? Cho'ta botliga o'xshamayapsan sen. Nima qilib o'tli bo'lmasa? Sal o'zing bosib olsan. Men o'zimdaman. Siz o'zingiz Nima xolos? Nima xolos? Bu voqea butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Uzr. Nima bot? Uzr. Yomon tegmadimi? Yo'q. Mendan o'tdi aka, uzr. Qayerdas? Ikkinchi etaj. Mana shu yerda turaman. Ha, yo'q. Qo'shnigamiz? Mana ikkinchi etajda turaman. Ro'pares qo'shniman. Xursandman tanishgan. Chiqinglar, choy qilamiz. Chiqing. Xo'p. Odam tanasiga qasddan tan jarohat etish oqibatida eshitish, ko'rish, so'zlash qobiliyatining yo'qolishi yoxud biron bir a'zoning ishdan chiqishi yoki bo'lmasa jabrlanuvchining o'limi sabab bo'lsa, bunday qilmish uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, sud tomonidan ushbu qilmish sodir qilgan shaxsga nisbatan 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Arzimagan tosh shuni deb, biron bir fuqaroning nogiron bo'lib qolishiga yoki bo'lmasa uni hayotdan ko'z yumishiga sababchi bo'lib qolmang. Shuni unutmangki, sizning huquqlaringizning himoyasi o'z qo'lingizdadir.